inson tanasi uchburchaklardan iboratligini bilarmidingiz? Yulduz shakli kabi. Eng yelkada bir uchburchak, chap yelkada ikki uchburchak, qo'ltig'ingizda 3 va 4 uchburchak. Shu bilan ayolingizning orasida 5 uchburchak. Bu oddiy inson shakli, erkak shaklining 5 uchburchakdan iboratligi, ayol kishi bu bachadon bilan 6 uchburchakdan tashkil topgan. Bundan tashqari qo'lingizning har bir bo'lagi 3 burchak, 3 ta bo'lakdan iborat, 1, 2, 3 va har bir barmoqlari 3 bo'limga bo'lingan. Xuddi shunday oyoqlar ham bu vaqtda o'ylab ko'rganmisiz? Bundan tashqari ko'z, qosh 3 dan iborat, 2 lab, 1 til 3 dan iborat. Bundan tashqari ko'krakdagi 8 soni bu cheksizlikni haqiqatini bildiradi va xuddi shunday ko'zdagi 8 soni ham cheksizlikni bildiradi. Alloh taolo bir paytning o'zida qalbingizdan o'tayotgan va ko'zingiz ko'rayotgan narsani bilib va ko'rib o'tiradi. Chunki Allohning kursisi ham 8 cheksizlikda turgan bo'ladi. Bu hammasi barcha inson shakli ham haqiqati ham tun bilan kunni ichida yaralgan. Bu haqida aytib beramiz hali. Yuragi ham, miyasi xuddi shunday tun va kun ichidagi haqiqatlardan inyandan iborat. Bundan tashqari ikki qo'lda 81 va 18 oyna shaklida son chizib qo'yilgan bo'ladi. Uni ikkalasini qo'shilgani 99 sonni tashkil qiladi. Ikkovini ayrilgani esa payg'ambarimizdan ayrilgan davrimiz 63 sonni tashkil qiladi. Xuddi shunday bu 99 ismi azam tun va kun bilan omon qilinganda amin so'ziga ham xuddi shu yurakni tashkil qilib aytiladi. Bu ikki qo'l bilan qilinadi. Bundan tashqari bu 15 bo'lak tun va 15 bo'lak kun qo'l hisobiga ham kiradi. Tana ho'l va quruq, issiq va sovuq mijozdan iborat. Tana tashqaridagi bu tana hisoblansa, uni ichki holati mijoz hisoblanadi. Buni ichini yana 1 gramdan oshiq nur tashkil topadi. Bu nur ruhni qoplab turgan nur bo'ladi. Bu to'liq tanani ko'tarib turgan 1 gramdan oshiq nur ruhni ustini qoplagani, Allohni koinot bilan insonni uzluksiz bog'lab turgan holati. Tana uzluksiz yer bilan bog'langan bo'ladi. Bundan tashqari tana Mendeleyev algoritmini ichini to'liq holati bilan tananing tarkib holati bir xil. Shuning uchun odam atomi movidan, yerdan yaralgan bizlar degan narsani o'z ichiga oladi va bu isbot hisoblanadi. 2000-yildan 3000-yilga o'tar ilmlarni insonlar bilishi zarur. Shuning uchun bizani kuzatib boring va like bosib, podpiska qiling.